Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan juda muhim va ko'pchilik e'tibor bermaydigan, ammo hayot uchun xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan holat bosh og'rig'i haqida gaplashamiz. Ko'pchilik bosh og'rig'ini oddiy hol deb biladi. Charchadim. Asabiylashdim. Uyqum kam bo'ldi. Bosimim ko'tarildi deb e'tiborsiz qoldiradi. Lekin shunday bosh og'riqlari borki, ular jiddiy kasalliklarning belgisi bo'lishi mumkin. Bugungi videoda aynan qachon bosh og'rig'i xavfli, qaysi holatda darhol shifokorga murojaat qilish kerak va nimalarga e'tibor berish lozim, shu haqida batafsil gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu ma'lumotlar sizning yoki yaqinlaringizning hayotini saqlab qolishi mumkin. Bosh og'rig'i nima? Bosh og'rig'i bu miya pardalari, qon tomirlari yoki nervlarning ta'sirlanishi natijasida paydo bo'ladigan og'riqdir. Oddiy bosh og'rig'i stressdan, charchoqdan, uyqusizlikdan, och qolishdan bo'lishi mumkin. Ammo xavfli bosh og'rig'i bu organizmning ogohlantiruvchi signali. Bir holat to'satdan va juda kuchli boshlansa. Agar bosh og'rig'i to'satdan, birdan, juda kuchli, hayotimdagi eng kuchli og'riq bo'lsa, bu miya ichiga qon quyilishi, insult yoki anevrizma yorilishi belgisi bo'lishi mumkin. Bunday holatda dori ichib kutib o'tirmang. Darhol tez yordam chaqiring. Ikki holat bosh og'rig'i bilan birga ko'ngil aynishi, qusish. Agar bosh og'rig'i bilan birga ko'ngil aynishi, qayd qilish, bosh aylanishi bo'lsa va qayd qilishdan keyin ham yengillik bo'lmasa, bu miya bosimi oshganidan darak berishi mumkin. Sabablari: miya shishi, miya ichki suyuqligi ko'payishi, og'ir infeksiyalar. 3 holat ko'rish, gapirish yoki qo'loyoq buzilishi. Agar bosh og'rig'i bilan birga ko'rish xiralashsa, gapirish qiyinlashsa, yuz qiyshayib qolsa, qo'l yoki oyoq uvishsa, bu insultning dastlabki belgisi bo'lishi mumkin. Bu holatda har bir daqiqa qimmatli. 4 holat bosim bilan bog'liq bosh og'rig'i. Qon bosimi 160-170 dan yuqori bo'lib, bosh orqa qismida og'riq, quloqda shovqin, ko'z oldi qorong'ilashishi bo'lsa, bu gipertonik kriz belgisi bo'lishi mumkin. Bunday paytda bosimni o'lchash, shifokor tavsiya qilgan dorini ichish, agar tushmasa tez yordam chaqirish kerak. 5 holat boshi og'rib, isitma ko'tarilsa. Agar bosh og'rig'i, yuqori isitma, bo'yin qotishi, yorug'likka qaray olmaslik bo'lsa, bu meningit yoki ensefalit belgisi bo'lishi mumkin. Bu kasalliklar tez rivojlanadi. Hayot uchun xavfli. Shifoxonada davolanishni talab qiladi. 6 holat boshingiz avval hech og'rimagan bo'lsa. Agar oldin bosh og'rig'i bo'lmagan, lekin 40-50 yoshdan keyin to'satdan boshlangan bo'lsa, bu holat albatta tekshiruvni talab qiladi. Sababi: tomir kasalliklari, osmalar, surunkali bosim muammolari bo'lishi mumkin. 7 holat har kuni og'riyveradigan bosh. Agar bosh har kuni, uzoq vaqt davomida dori bilan o'tib yana qaytalansa, bu surunkali bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Sabablari: stress, bo'yin umurtqa muammolari, noto'g'ri dori qabul qilish. Bunday holatda ozboshimchalik bilan dori ichish yanada yomonlashtiradi. Qachon darhol shifokorga murojaat qilish kerak? Agar bosh og'rig'i to'satdan va kuchli bo'lsa, nevrologik belgilar qo'shilsa, isitma bilan bo'lsa, bosim juda yuqori bo'lsa, dori bilan o'tmasa, darhol shifokorga murojaat qiling. Bosh og'rig'ini oldini olish, yetarli uyqu, stressni kamaytirish, qon bosimini nazorat qilish,
Suvni yetarli ichish. Shifokor maslahatsiz dori ichmaslik. Xulosa qilib aytganda, bosh og'rigi har doim ham oddiy holat emas. Ba'zan u organizmning jiddiy ogohlantiruvi bo'lishi mumkin. Belgilarni bilish xavfni kamaytiradi. Vaqtida murojaat qilish hayotni saqlab qoladi.